Mana hozir bizga qo'pol muomala qilyaptilar. Mana chiqarib yuboring deb buyruq beryaptilar mana. Bosh prokurorga jinoiy javobgarlikka tortish so'rash mana. Mana bular ham yo'q, siz bizlarni himoya qilishingiz kerak, bularni emas. Nimaga tanish bilishchilik qilyapsiz? Hurmatli prokuror, chaqirtirdingizmi? Hurmatli prokuror, chaqirtirdingizmi? Nimaga sansiryapsiz? Nimaga sansiryapsiz? Nimaga sansiryapsiz? Hurmatli prezident, mana qani formalari? Yana mahkumlardan forma talab qilishadi. Yana mahkumlardan hurmat talab qilib olishadi. Hurmatli Shavkat Miramonovich, mana ahvolini ko'ryapsiz, qabul qilmayapti. Majbur qilyapti. Provokatsiya qilib chiqaryapti. Maqsad Islomovni chiqarib yubormaslik, provokatsiya qilyapsizmi deyaptilar. Bu yerda bizani erkak behurmatlik qilyaptilar, sigaret chekib, haqiqatdan ham kirvomizni, sumkamizni bizani ayol kishi tekshirish kerak. Generalniy prokuraturada ham ja bu darajada, shahar prokuraturasida ham ja bunaqa ham qilmaydi. Hozir bahona qilib meni chiqartirib yuboryaptilar. Yur.